Vah, nimaga faqat mayda ishga qo'yishim kerak? Kecha men mustirni to'kdimmi? Bugun sen yuvasan. Farg'ona, bugun nima ovqat? Jarkon. Voy, mana degan qizlardan shirindek qo'llaring. O'sha qizni olib keling, zahar qilsa ham yeyman. Aka, buncha ko'p cho'milasiz? Ishingmi? Buningizni uylantiring, vannada cho'kib bo'ladi bu ketishida. Ikkita katta ho'kizlarim bor. Loqal musul to'kib kelindimi deya bular. Boringda qanot chiqarib, mustir to'kib keling. Hala qarab tur, vannadagi videoyini qizingga tashlayveraman. Shu bitta sening bo'lsa edi. Bo'lishini xohlaysanmi? Endi kecho. Akamni oldi, meni uylantiring. O'zing ne bilmayapsan-ku, xotinni bilsanmi? 2006 yil shunaqa eplab qo'yadi, eplab bo'lmay qoladi. Va nihoyat uylanyapsiz, hamma ish kelin qilar ekanda endi. Ama alohida chiqib ketolman-ku. Bundan buyog'isi hamma ishni sen qilasan. Uboring, tug'ildim-u, bo'g'ildim. Ona, bizanikida sumali qilsak, maylimi sindoshlarimiz bilan? Mayli, ko'ringlar. Rostdan. Obra! Ko'tar faqat biza ko'taramiz ham davay. Voy onajon, bering o'zim qilaman. Qo'ysiz o'g'ri bu men. Shu Marjon sindoshingni kelin qilsammikin, ha? Astag'firulloh, uni tarixi, jahon tarixidan uzun-ku. Zato meni yigitim onasi, sen yengiltasan demagan. Onalar adashmaydi. Uyqum kelib ketdi, qattiq uxlasam bo'ladi. Shunda to'g'riga borganingda chapga burilsang, meni xonam. Ha, nima? Uxlarsam, babaman qozon tepasida bo'laman-ku. Somali qilamiz deb boshimga chiqding. Endi telefon o'ynab o'tiribsanmi? Uni buni qanaqasiga o'tkazaveraman? PUBG Mobile'ning yangi 3.7.0 versiyasi chiqdi. O'yinni 7 yillikka bag'ishlangan yangi kolleksion buyumlardan teskari pichoq paydo bo'ldi. Uni eksklyuziv effektlari bor. Aytgancha, Ruxshon ko'cha supurotdimi? Kel. Yo'q, bormayman. Ruxshon, hayotim, kel. Kakraz Navro'zga bag'ishlangan sovg'alarni birga bajarib olar ekanmiz-da. Joydan quyib yubor, tomog'im qurib ketdi. Bu oq choydan ne berasan? Men ko'k choydan qo'y. İngiliz tili o'qituvchi bilan o'ynash hammaga emas. Qozon yopilsin. Marjon, sachim. Kechasi nima qildilaring? Hamma bardak. Boshingga ko'tarib hammani yo'qlar edi sanlar. Bayram deb bo'lsin dedi ona. Ne Akbar urmayapsiz? Kecha aytasizmi? Remenda kalta yegan. Oy! Bor o'tir joyingga. O'qituvchini bolasi bo'lish ham mazza-da. Ona, pul bering. Bor, dars o'tyapman. Bering, qornim ochdi. Biladi, bular qanaqa vaqt olishi. O'g'lingiz urishdilar, direktor chaqiryapti. Zavod chaqiryapti. Chiqib. Chunki teydilaring. Latani xohlab keldim amucha sizga. Bu sinfdoshim uncha mehribon menga. Bo'lajak keliningizda. Sen tugatguningcha bunaqa kelinlarning 10tasini ko'raman-ku. Bu so'nggisi. Sahar klinikada maqtayorlik olasana, nimadan berishdi bu safar? Ajoyib tarbiya va xulq uchun. Alam qilyaptimi? Test javoblari. Hammaga 2, Akbar shohga 5. Bittagina xato qildiganingiz-ku. Opa, ko'p katta xotinga mashina qayda balo bormi? Men seni zo'r haydayman, ber bu yoqqa kaltni. Oxiri xayr bo'lsin. Balo qazolardan o'zing asir. Siz meni o'ldirmoqchimisiz? Bu oyni orqadagi mashinani ko'rish uchun berilgan, lab bo'yash uchun emas. Yo'lingga qara, yo'lingga qara, yo'lingga qara. Opa, aybsizda-ku. O'chir o'zingni. Parkovka qila olmayapman, qibir. Mashinani siz haydayotgansiz, parkovkani men qilar ekanmanmi? Mana. Menga qaragin-u. Qatga. Voy, buyini opa nima qildingiz? Nima bo'ldi? Adam. Dunyo shunchalar qimmatmi? Adam. O'ldik. Aptekada to'xting. Nimaga? Vaselin oling. Nimaga mana saharlikka turg'izmadinglar? O'zichi bittakkina joning bo'lsa, balo bormi senga? Tutaman. Teringda faqat suya qopdi, skelet bo'lib qolmagani. Siz o'sha teridagi yog'i ketkizishni o'ylang. Zori ozib qolarmi deysiz?
Yo'q, bilmay suv ichib qo'ydim. Ochildimi og'zim? Bilmay ichgan bo'lsang ochilmaydi. Eshik taqillasa o'zim ochaman. Ovqat tuzini ko'rib ber. Uyalmaysizmi? Men ro'zadorman. Ochilib ketadi. Ro'zadorman, uzog'i 2 kun. Baloni yebsiz. Meni nafsim balodur, yonor o'tga solodur. Ha, chidolmay ochib yubormoqchimisan? Qatta o'zi bor yo'g'i 5 soat qopdi-yu. Tupugimni yig'ib yutordim. Ochilmadimi ekan og'zim? Etilimi nima yesang ochilmaydi. Kalta yesang ochilmaydi. Shu men bir bitta ro'za tutmaygan. Abdulla, senga 2. Aybim nima? O'pay hujjatda maktabimizga ovoz bermaganingga. Onasini esa sirli yutmadinglar, biz qutulmadik. Sanoyin direktorlar-ku budjetda yutilgan pullar hammasi maktabga tushadimi? Uyalishimiz yetsammikan? Ha, maktabga tushadi. Tasavvur qilinglar, agarda yutsak, yangi elektron doskalar, partalar, kompyuterlar. U narsalar kelgunigacha biz bitirib ketgan bo'lamiz. Ko'larimizga qoladi. Sinfdoshsiz emaslik kerak. Sen o'sha ruxshoringni qilmasang, uni maktabiga ovoz berding. O'lay aka, 50 ming berdi xolos qo'limga. Tinchlik qolmayapmi o'zi? Yaqinda 8-martga pul ber, vinetkaga ber, lentaga. Endi bo'lsa ovoz ber. O'zi bittagina ovoz bergan bo'lsalaring. Sizdachi? Ikkitami? Ikkita ovoz berdingizmi? Ikkitami sizda? Nomer. Yak handa ona dalada uyga kim keldi? Qishloqdan qarindoshlarimiz kelgan. Qishloqdan kim kelsa bizaniki keladi-ya. Voy, bor so'rash. Mani uyda yo'q din. Ibi, Akbar shoh ko'rinmayapti. Ona! Ko'rinsizmi, to'g'ri tirib. Ibi, bacham! Inang o'qib bermayaptimi senga? O'zib ketganingni qara. Yaxshimisizlar xola? Sir bo'lmasa necha kunga keldinglar? 1 oyga. 3-4 kungada. Bu eshik tepasiga 5 yulduz yelib qo'ysak bo'lar ekan-a? Tekin mehmonxona. Meni qachon shahar aylantirasiz? Hali san dardisarni shahar ham aylantirish kerakmi? Ona, o'g'illari meni xonamda yotmasin. Nima? Men bilan adin o'rtasida yotsin. Bor tez joy solib ber. Xo'p. Qo'poringga qurayotmayman. Mana bizning safarim tugadi. Ye xudoga. Bir ikki kun olsanglar bo'lardi. Qo'ymading, yana 1-2 kun qolamiz. Men podestda yotaman.